Sanchqa, Karen Beverly'ni rafiqang sifatida qabul qilasanmi? Bugundan sizlarni er va pichoq deb e'lon qilaman. Voy, kela dugonasini kim zaharladi? Boni, sen uchun sovg'a bor. Rahmat. Salom, men Lili Padman. Keling o'ynaymiz. Nima bu? Yanami? Boni, ekran vaqti tugadi. Hozir. Senda gapim bor. Uskuna, Lili desang ham bo'ladi. Men va o'yinchoqlar yoz bo'yi Bonini do'stlar orttirishiga harakat qilib keldik. Aha, meni hatto eshitmayapsan. Men doimo eshitaman, qarang. Menga qara, men va o'yinchoqlar yoz bo'yi Endi ispanchada. Nima? Javor orqasi meniki. Vudi, Jessi, eshityapsanmi? o'yinchoqlar ahvoli rostdan ham yomonmi? Kundan kunga tashlandiq o'yinchoqlarni topyapmiz. Kunimiz bitdi. Gadjetlar bizni uyni ham egalladi. Bilmadim, Jessi. O'yinchoqlar o'yin uchun, lekin texnologiya bu hamma narsa. Bu uskunani deb Bonini yo'qotyapman. Iloji boricha tezroq keldim. Nima balo kiyib olgansan, Vudi? Buni pancho deyishadi, Sanchqa. Jigaring marker kerak ekan. To'xta, bu yerda kim bor? Wow. Hey, tinchlik istab keldim. Oradan ancha o'tgandi kaboy. Sen kimsan? Qarigan o'yinchoqmi? Nima? Vudi, u seni qari deb o'ylayapti, kal bo'lganingga. Boniga zamondoshlari tomonidan yordam kerak. Ha, Ko'rishmaguncha o'yinchoqlar. Bizga qo'shin kerak. qo'yil. U qochib ketyapti, bas. Bizning bu sayyoradagi vazifamiz bolakayni baxtli qilish. Biz Boniga hali ham kerakmiz. Tezroq bo'lsang. Sen shu yerda qol. Men boraman. Meni qila olmaydi deb o'ylaysanmi? Bas, yo'q. Ajoyib poncho. Ularni yana tortishayotganini ko'rish juda maroqli. O'yinchoqlar tarixi 5.